Азыр алдыңыздарга Өзбекстан Республикасынан келген Өзбекстан эл аралык Ислам академиясынын сыймыктуу доктору, Өзбекстан мусулмандар идарасы Куран жана тажвид үйрөтүү бөлүмүнүн мүдүрү Шейх Алижан Кары Хайдаровго сөз берилет. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Muhterem Kur'an şaydaları, Hazretimiz Müftü Hazretleri ve Din Nazarat Komisya reisleri, Kurra, ulamalar, Ahlul Kur'an. Mana bugünlük günde inşallah bu Jalalabad eli, Kırgızistan eli, dünyada Allah'ın rahmetleri yağıp durgan en mübarek joy inşallah. Nega bu musabaka yeryüzünü hazır aylaning şu saatte Kur'an musabakası fakat sizde bo'layapti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah razı olsun ağalarımızdan. Biz shunaqangi quvonchdamizki Allah bu musobaqalarga bizni yetkizdi. Avvalambor sizlarga O'zbek xalqidan, yurtboshimizdan va yurtboshilaringizga Alloh taolo har ikki davlatni mana shunday do'stligini, qondoshligini, dindoshligini bardavomlikda qilsin. Bizga bu musobaqani xabarlari kelar ekan, qanday ham u ellar yaxshi ellar, azaldan mahbub bo'lgan ellar. Mana bugunlik kunda sizlarni shayxul qurrolaringiz bo'lgan bu qorakalarimiz va boshlarida Abdullah qorimiz mana shunday paytida menda o'qiganda aytar edim, Qirg'izistonga Alloh beryapti deya. Zamir qori hazratimizni men o'zim Babtin aljanoblarini o'sha uylarida turib, biz hazrat bilan birga turganmiz. Qorijon bilan biz Misrlarda birga o'qiganmiz. Men aynan Qur'onni takrorini hazratda o'rganganman. Allahu Akbar. 3-etajda turar edim. Asr namozidan keyin hazratim chiqardilar kichkina qizlarini. Hozir endi voyaga yetib hofiza ham bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki hazratim quloqlariga o'qib, shunday kuniga Qur'on o'qirdilar. Keyin bir kun so'radim. Hazrat sir bo'lmasa ayting, qoraka, zamir qoraka, siz bir kunda qancha qaytarasiz desam, Allohga shukr 5 bora qaytaraman dedi. 5 parani şu hazratimiz Allahu Akbar o'zining farzandlariga ham takror, ham uydagilariga, kelinlarimizga yordam bo'lsin deya aynan payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnati bu. Kelinlarga, uydagilarga qarashlik bu Rasulullohning sunnati. Ham ularga tirliklarini yengil qilay deya hazratimiz olardilar. Albabtinda mana Abdulaziz domlamiz o'sha yerlar turganlar. O'sha tepada men har kuni hazratimni ko'rardimki 5 parasini qanaqa takror qilardi. Yurib shunday afatutmauna xullas nima surani o'qisalar o'qirdilar. Biz shu zotlarni ko'rib Qur'onni olganmiz. Qur'onda qanday takror qilishlikni sizni mana hazratlaringizni olganmiz va o'sha vaqtlarda aytardik, hali bir kun keladi, Qirg'iziston xalqi butun elga mana shunday avolarimizni musobaqalari bo'lib, butun yer yuziga Qirg'izistonni tanitadi derdik. Allohga shukrlar bo'lsin. Bu zonnimizni, bu gumonimizni bugunlik kunda rostga chiqardi. Va siz Qirg'iz eli bugunlik kunda yer yuziga qarang. Shu soatda qaysi elda musobaqa bo'lyapti? Qur'on musobaqasi ya. Allohning rahmati siz elingizga yog'ilyapti. Jalalabad eliga, Qirg'iziston eliga, barcha rahbarlaringizdan, bu ulamo-yu qurrolaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Abdullah qorim 12 yoshida, o'sha 2002larda adashmasam, bizga arablarga xatmi Qur'on qilib berardi. Arablar boshini ushlab yig'lab duo qilardi, ey Robbim, bugunlik kunda Qirg'iz elidan mana shunday qorlarni chiqardim deya. Allohga shukrlar bo'lsin. Mana sizni har bir bu o'qiyotgan qorlaringiz. Hozir men Kozimjonga, Al-Qur'onning rahbariga pichillab aytdim. Bu qorlar dunyo musobaqasiga chiqsa ham birinchi o'rinda oladi dedim. Nega dedim? Hozirgi tilovatni qarang. Shayx Saloh hazratlaridan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa sizlarni o'sha tajvidlaringizda bor kuchini sarflayaptilar. Albatta muftiyotlar, u yoqda mana Maqsad hojidan bilamiz, har bir xizmatlar elga, yurtga, olamga ma'lum. Alloh qabul aylasin domla. Chuboq hoji hazrati Alloh o'zining rahmatiga olsin. Biz inshaalloh hozir Abdulaziz qordomlaga aytdik, albatta ruxsat bo'lsa borib hazratimizni ziyorat qilib o'tamiz inshaalloh taala. Hazratimiz ham 500 yilda siz biling ey Qirg'iz eli.
500 yilda bir sizga ulamo keldi, u ham Chuboq hoji kabi hazrat bo'ldi. Alloh taolo sizlarni mana shunday 500 yilda, 100 yilda emas, 500 yilda keladigan ulamoni Alloh sizdan chiqardi. Nega? Qalbingizdagi Qur'on sevgisini ko'rdi. Nega? Qalbingizdagi Qur'on ishqini ko'rdi. Shuning uchun Qur'onni sizga berib Alloh yurtingizni mana unday munavvar ayladi. Alloh yanada ziyoda qilsin. Muftiy hazratlar bilan hozir nonushtada abedda o'tirib so'zlashib, yana bir quvonchli xabarlarni o'zlari ham aytdilar. Albatta zotan yana dunyo musobaqalari sizni elingizda o'tkazishligi bu katta bir yutuq. Allohga shukr, mana sizning elingizda ham mana shunday Qur'on yutuqlari bo'lyapti. Bizning elimizda ham Allohga shukr, Alloh ham berib 9-avgust kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev janoblarini albatta tashabbuslari bilan bizning diniy idoramiz qoshida Qur'on va tajvid bo'limi ochildi. Bizda inshaalloh g'ayratga to'lib hozir shu ishni boshlaganmiz. Qur'on xizmatini siz muhtaramlardan, siz ahli Qur'ondan u ishlarimiz uchun ham duolar so'raymiz. Albatta hozirgina qozidomlamiz aytdilarki, sharafan dedilar, bizga bir tilovat qilib bersangiz dedilar. Ammo endi buni qur'onlarning oldida buni sir bosib qolsa kerak-ku, imkon qadar o'qiyman. Lekin izn bering qur'onlarni oldida o'qiyman, o'tirib o'qiyman, chunki bu Qur'oni Karim bo'lganligi uchun inshaalloh taala. Hozir Sheyx Alijon Qarakaviz Fatiha surasini bir necha qiraatda o'qib beradi, quloq solamiz. Xo'p, ammo aynan albatta 7 qiroatda o'qisak-da, 10 qiroatda o'qisak-da vaqtimiz bo'lsa o'qiymiz. Lekin sizlarga Imom Hamzani Xalaf rivoyatida o'qishlikni niyat qildim. Nega? Imom Hamza Hazratimiz Abu Hanifa rahimahullohu taolaning do'stlari bo'lgan. Hazrati Abu Hanifa hatto ya Hamza g'alabtana fi ithnatayn. Ey Hamza, ikki narsada siz bizdan ustun bo'ldingiz. Bizdan siz g'olibsiz. Mavarisda va Qur'onda, ham ilmi merosda, ham Qur'onda Hazrati Abu Hanifa rahimahullohu taala tan olgan Imom Hamzani qiroatida Fatihani eshitding va u kishi Allohning bir vali do'stlaridan bo'lgan, Alloh taolo bilan tushlarida gaplashib, Alloh taoloning o'ziga Qur'on o'qib bergan. O'shaning uchun ham inshaalloh siz bunga albatta loyiqsiz. Chunki Qur'onni eng sevuvchi mamlakat bu Qirg'iziston. Qur'on shaydalari mana bu yerda o'tiribdi. Fotiha-i Sharifni Imom Hamza al-Kufiyni qiroatlarida eshiting. Imom Hamza al-Kufiy 10 ta qiroat imomlaridan albatta 6-chilari bo'ladilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rahmat, hurmatli
Kur'an jana tajvid үйrötүү bölümünün müdürü Şeyh Alican Karaka. Rahmat sizge, Allah razı olsun. Ömürüңүzгө береке.